Assalomu alaykum barchaga Instagram blogimiz kuzatuvchilari va parvoz akalar. Bugungi qisqacha videomiz xorozlarimiz haqida bo'ladi. Bundan ro'porosa 1 oy oldin Instagramga video joylagandik, xorozlarimizni video qilib. Juda ham ko'pchilik kuzatuvchilarimiz bizni kuzatadiganlar rangi oq olacha xorozimizga ishqiboz bo'lishgandi. Bu xorozimiz Xorazmga sotilib ketdi. Hozir bizda 3 ta xoroz qolgan akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol qora, sariq, ya'ni zavодskiy xorozimiz va bitta olacha xorozimiz qolgan sotuvda. Bular narxini ham eslatib o'tsak, Xorazmga berilgani $200 ga berildi. Yurgan sheriga 2 million so'mga beriladi. Yonidagi qora bilan sariq xorozda bo'lsa, zavодskiy xorozimiz 1 million 800 ming qilib beriladi narxi. Olacha xorozimizga 2 millionlik xorozimizga juda ham ko'pchilik aloqaga chiqib 1 million 800, 1 million 700 so'rashdi, lekin to'g'ri kelmaganligi uchun bermadik. Shuning uchun oxirgi narx aytilyapti akalar. Buni 2 million so'm qilib beriladi. Sotuvda makiyorlarimiz ham hurmatli parvozda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Opisaniyada nomerlarni qoldiramiz. Sizlar faqat podдержка qilib, Instagram blogimizga obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Hurmatli parvoz akalar, Instagram profilimizning shapkasida Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga bemalol o'tib olishlaring mumkin. U yerda qiziq videolar ko'rishlaring mumkin.